Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun. Muborak Ramazon oyi kelyapti. Inshaalloh hammaga Alloh muboraklik qilsin bu kunlarni. Hop, Ramazonga aksiyamiz bor edi. 25 ta velosipedimizni aksiyaga qo'yganmiz. Bittasini mana 600 ming so'mga berdik. Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan 28 dastavka qilib chiqarib oling deyishyapti. Hozir mana Xudo xolasa yuklab chiqarib yuboramiz. Xudo xolasa 25 ta velosipedimiz tayyor bo'lyapti. 5 ta 6 ta qoldi tayyor bo'lishiga. Mana sizlarga aksiyali velosipedimizni ko'rsatib o'tamiz. Super velosipeddan bunisi Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan. Bu ham bor, bu ko'ki ham bor. Bu ham aksiyada, bu ham aksiyada. Bu yoq tarafda 3 ta Leskurs. Shundan bo'ling sanani hammasi ketaveradi. 600 ming, 550 ming, 700 minggacha velosipedlarimiz bor. Aksiyaga tushgan. Xudo xolasa yeb qolganlarga Ramazon ichi oyi duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Murojaat qilsalaring aytgan viloyatingizga, shaharingizga dastavka qilib chiqarib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.